paypas etken vaxtımanda siz ne editiniz? Men paypas etken tirikçilik vaxtımanda siz ne editiniz? Men veyranlık etken vaxtımanda ay yançığını bir köp pulkanlığa vaxtımanda ay yatıdığa yer yok ormalıqla deyip etken vaxtımanda siz ne editiniz? Şu günümni yaxşılaş üçün, şu məğlum olub getken, şu yıqılıb getken, şu onu dəstürmən deb şu tirişqa vaxtlarımda siz ne editiniz? Şu qəzgi pet getken vaxtlarımda, şu qəz igilerindeki meni ak göktep haqaret qığa vaxtlarda siz ne editiniz? Aç qiyinçılıqlarda yatılğa yer yok, şu yatılğa var öy yok, partilarda yetip ketken vaxtlarımda, ormalıqlarda yetip ketken vaxtlarımda siz ne editiniz? Bugün ben tirişim müşkünün kegen vaxtlarımda, bunu muş bedel öleşten korkmay, ögünüşten korkmay, şu qiyinçiliğini korkmay, bana bugün gün kegen vaxtlarımda, şunçulu tirişip, müşüncülük bir taraqiyanı kolu geldiği vaxtlarımda siz nimdep bana hakaret kılsınız? Şundalı bir oxulap yetip kalgan pul dep oylap kaldınız mı? Nurgun dostumuz kudu, benim kancılık kıyınçılık olan, kancılık azaplar olan, kancılık onuçsuzluklar olan, bunu muş günge tirişip sürüp, bunu muş işhanı müşüncük işhanı kılıp, müşüncük muater olup, muş günü kendisini kancılık capatat kılını, yeni şu bizden tukalarımız buldu. Yani şunlarla kancılıkan dostlarımızdaki meni şunca kollap, medetlerini berip, muater kılalaydı, muş günge ekegini şu dostlarımız kudu. Muş bir kanca eylem bak, men bir güne ya bir nes dep birmen, ya bir nes kıp birmen. Ayrım kanamda onu bunu men deyişmem. Mening netijem uxlab yetib qolgan natija emas. Tirishchiligimning natijasi. Shunga men haqorat qilayotganlar, meni tillayotganlar, meni aqlik deyotganlar, keynini qiymat qilayotganlar, o'zingizni besilishing. Bular deyapmi? Undan bo'lsa, meni qo'llaydigan, meni yaxshi ko'radigan, izchil meni qo'llab madad berib kelayotgan, mening texnik taraqqi qilishimni xohlaydigan do'stlarimizlarga basalar, bir tal genziningni, bir tal haqsiz yurgingni aymay beslatgandan keyin inkas rayoniga 8 raqamli bir yo'llab qo'yinglar. Ash qizil qo'shni qo'shib bir gumonchi qilaydilar. Bularni meni qo'llamsizlar. Undan bo'lsa, endi men menda bir gap bor. Yana qanday gap deysanglar, meyakilli. Bizning cho'ng shogird. Meyakilli. Bizning ikkinchi shoir. Shogird. Endi menda gap bor. Men qanday gap bor degan vaqtida, ya'ni biz bugun necha bugunchi saga 11 sınaq bu. 8. ayının 11 günü resmi halatda şunu takrarlayman. Yani bir yıldan buyon meniki filmimni ta'qib qilayotgan, mening keyingi xizmatimni qilayotgan, filmimni ishlab kelayotgan bizning xizmatdoshimiz Ezcan. Bugundan boshlab rasmiy holatda bunun bir ekran chiqmagan, menga burunmi endi qishimda endi bunun ekan rasmiy shogird holatda mushu bilmagan texnik yaxshi o'rganib, ekran chiqishni o'rganib, butun mushu har bir ishlarimizda birga yerim tutmoqchi. Şagird bo'ldingiz. Bo'ldim. Tekin vaqtingiz muborak bo'lsin. Unda olsa, yaxshi aytmoqmizga to'g'ri. Chataq yo'q. Mushu muattar bilan bir yilning yangi ekrandan orqa bo'lib filmni ishlash jarayoni shuni his qildim. Muattarning haqiqatan bir oliyjanob bir shogird bo'lsam arziydigan, meningki mushada bir istiqbolim, kelgusim cho'qim bo'lganiga ishonaman. Ham texnik yaxshi qilishma. Bularni unda olsa, keldi bizniki rasmiy holatda shogird bo'lib kirdingiz. Kirdim endi o'zimni ko'rdimlar, men qo'sqidlar chiqib turdi, bu bo'sh odam emas, bu cho'ng bir katta loban. Endi bu lobanligini tashlab, men loban bo'lmayman, sizga shogird bo'laman, zodi bir yil kayningizda manaman deb, mana bugun qishimizga keldi. Mana biz tirishqandan natija chiqqandan mana yenimizdan mana shunday do'stlarimiz bu sizga egishib izchil mangli demişlar turibdi. Bundan keyin endi bizning filmlarimizda va yoki mayli tunishdan bortimi ismingiz Ahmetcan. Bizning shogird Beshkaz gapingiz qilib o'tammikin. Yaxshi sizlar ko'pchilik, men bugundan boshlab shu Muattar Ma'lumning rasmiy shogird bo'lib kirdim. Bundan keyin shu tor tavasida har qanday bilmagan, har qanday yo'liqqan qiyinchiliklarni shu ma'lum bilan birlikda yengish va yoki shu kam xalqimizga eng qulay bo'lgan, eng foydali bo'lgan mazmunlarni taqdim keldik. Şunun için devamlı sizin şu yaxşı terbiyesinizni, benim yaxşı görünüşümni, bunun işlerimizden takım yaxşı ütülük bu kişiye çünkü onu ben gayret kılsız var. Gayret kılmayın. Gayret kılmız. Buna ondan olsa işkanlar şundan yugan. Hatta buna yanımızda benim şundan işki yugan. Dostunuz, kardeşiniz, şagirdiniz, yakınlarınız bolsa hiç şundan korkmaysınız, tağdaymansınız. Buna bunun için her şeyden Ahmetcan olsun, Ezcan olsun, Doyun Canxal, Kuaşu Canxal, bütün Canxallarını tam etmemiz. Bunun için Aqsu'dagi yoki Arqash joylarga qilayotgan e'lon tashviqot filmlarimiz yaxshi
yaxshi ish faoliyatimiz hammasi yeni o'xshagan muşlarning suplarni tam taqilib mangdi. Shuna mushu ishlarni ekran yuzida ko'rgan vaqtimda bir pas yurganni aymay besib bir denzen gonjolarni qilib muşlarni qo'llab qo'yishni chin ko'ngildan umid qilaman. Yaxshi taraqqiyotlar uchun yaxshi tirishchilik ko'rsatdi. Ularni Bo'ldi, bo'ldi. unda bo'lsa qilaman-da. Mana ovozim fitkatdi. Undan so'ng shuni mishay kaych ko'rgan do'stlarimiz Injas rayoniga jayo deb yozib qo'yishni unutmanglar. Bunun uchun texmi katta texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirish uchun bir tirishchilik ko'rsatamiz. Undan so'ng doim tor subsidiyadan har qanday bir so'raydigan masalalar bo'lsa, ayrim qanday uchur qilsam bo'ldi yoki eng adashib qotishlar bo'lsa bizni izlab bo'ldi. Sizlarni saqlaymiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga.